Motoblok olaman deb pul yig'ib yurgan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda bugun yangi partiyada kirib kelgan mini kultivatsiya apparatlarimiz va boshqa turdagi o't o'radigan kasilkalarimiz va shunga o'xshagan barcha turdagi motobloklarimizni bugun sizlarga qo'ldan kelgancha narxlari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Kimga mana shu turdagi motobloklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Motobloklarning narxlari suv tekin narxlarda bo'lib ketdi. Mana shu joyda ko'rib turgan mini kultivatsiya apparatlaringizni narxlarini sindirdi akalar. Atrofda mana shu ko'rib turgan mini kultivator apparatlaringizni narxlari 1,5 million so'mdan 2 million so'mgacha sotilayotgan bir paytda agroservis do'konlarimizda yangi partiyada kirib kelgan bu mini kultivatsiya apparatlarimizni atiga 1 million so'mdan boshlab 3 million 500 ming so'mgacha yangi partiyada mini kultivatsiya apparatlarimiz yetib kelgan. Xo'p, undan tashqari mini kultivatorlardan ko'ra o't o'radigan kasilkalardan ham so'ragan akalarimiz uchun o't o'radigan kasilkalarimiz ham ixchamroq, yengilroq varianti va undan tashqari 7 o't kuchli modellari va shunga o'xshagan boshqa turdagi o't o'radigan kasilkalarni ham hozirgi kunda bizning do'konimizda yangi assortimentlari yetib kelgan. Bularimizni eng arzon modellari 1,5 million so'mdan boshlab 15 million so'mgacha o't o'radigan kasilka apparatlarimizdan ham sotuvda bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, bular haqida ham qo'ldan kelgancha ma'lumot tanishtirib o'tamiz. Va undan tashqari hozirgi kunda 7 o't kuchli motobloklarda xo'jalik bob, ro'zg'or bob modelidan qidirib yurgan akalarimiz uchun yangi partiyada 7 o't kuchli motobloklarimiz ham 450 xil modeli yetib kelgan. Bularimizni hozirgi kundagi narx-navolari atiga 2 million 300 ming so'mdan boshlab 6,5 million so'mgacha 7 o't kuchli motobloklarimiz yetib kelgan. Va undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin, setnik gusunistali motobloklarimizni 4 xil, 5 xil va gusunistali motoblogimizni o'zini sotib olishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Va undan tashqari bu joyda ko'rib turganingizdek motobloklarni komplekt holatda ham sotib olishlaringiz mumkin. Komplekt holatida aravalari, pluglari, ocharlari, chizillari, kultivatsiyalari hamma agregatlar bilan narx-navolari 3,5 million so'mdan boshlab 15 million so'mgacha komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Va undan tashqari e'tibor beringlar, bu tomonda kattakon motobloklarimizni ham skidga e'lon qilganmiz. Narx-navolari atiga 4,5 million so'mdan 15 million so'mgacha kattakon motobloklarimiz ham skidga narxlarda tayyorlab qo'yganmiz. Faqatgina mana shunday arzon narxlarda olishni xohlasangiz, videoga hoziroq bitta like bosib, kommentariyaga kirib, omad so'zini yozib qoldirib qo'ying. Kelganingizda hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta tushirib, skidkalarni qilib beramiz. Bo'lmasa akalar, biz videolarimizni boshladik. Birma-bir sizlarga mini kultivatorlarimizdan ma'lumotini berishdan boshlaymiz. Xo'p, mana shu birinchida ko'rib turgan mini kultivator apparatingiz Belarus firmasiga tegishli 3 o't kuchli varianti hisoblanadi. Hozirgi kunda bu mini kultivator apparatimizni oddiy o't o'radigan kasilka motorli variant hisoblanadi. Bu mini kultivator apparatimizda mana shu holatda o'zini temir g'ildiraklari bilan komplekt holatda tayyorlab qo'yganmiz. Xo'p, bu mini kultivatorimizni 3 o't kuchli deyishimizga sabab motorlari 40 ga 5 motorli varianti, vozuqlari tepaga qo'yib ishlangan, yoqilg'i o'tirib benzinli model hisoblanadi. Buni hozirgi paytda joylarni olish uchun foydalanishlaringiz mumkin. Bu mini kultivator apparatimizni o'zini komplekt holati mana shu holatda bo'ladi. Narx-navolari aytib o'tganimdek atiga 1 million so'mdan olib ketishlaringiz mumkin. Undan tashqari agarda sizga ham agentlarni olishda, ham kultivatsiya qilishda, chopiqlarni qilishda boshqa turdagi variantlardan ham kerak bo'lsa, ulardan ham assortimentini olib kelib qo'yganmiz. Har xilcha modellari bor ekan, e'tibor berishlaringiz mumkin. Yaponskiy texnologiya, germanskiy texnologiya, rossiyskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. E'tibor berishlaringiz mumkin. 350 talik korobkali, 450 talik va undan tashqari karterli variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularimizni hozirgi kunda motorlarini oboroti 44 ga 5 katta motorlar bilan jihozlangan. Bularning ichida eng asosiy siz e'tibor berib oladigan joylaringiz komplektdagi mana shunday frezalarning qalin yupqaligi va reduktorining katta kichikligi bo'lar ekan.
Bularda hozirgi kunda ichki tomon shestirma o'qlari va reduktorda qalinligi, talshinasiga qarab sifati o'zgaradi. Shuning uchun reduktorlari 450-350 talik qilib marka qilib jo'natilgan. Xitoy davlatining o'zida ishlab chiqarilgan bu mini kultivator apparatlarimiz 5-6 kuchli varianti hisoblanadi. Bularda hozirgi kunda yerlarni ag'darishda 3 sotidan 5 sotigacha yerlarni ag'darishda va agatlarning orasini kultivatsiya qilishlik uchun 60-70 agat oralarini kultivatsiya qilish uchun foydalanishlaringiz mumkin. Va orqasiga jo'yak oladigan, qo'yib oladigan bo'lsangiz, bemalol jo'yaklarni olishdan foydalanishlaringiz mumkin. Bularimizda ham yoqilib o'tirib benzinli model hisoblanadi. Yurgizish joylari zavodni orqali yarimta tortmada yuradi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Benzin boklari 1,5 litrli benzin boklari bilan jihozlangan. Benziniga litriga 35-40 grammgacha alkogol qo'shib ishlatasiz. Hozirgi kunda bu mini kultivatorlarimizni 350, 450, 250 talik korobkali variantlari bo'lganligi uchun narx-navolari hozirgi paytda 2 million 200 ming so'mdan boshlab 3 million 500 ming so'mgacha sifatiga qarab, komplektdagi narsalarga qarab va reduktorining katta kichikligiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Kesalaring aytib o'tilayotgan narxlardan albatta kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, aytib o'tganimda e'tibor beringlar, kartonli variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Benziniga alkogol qo'shilmaydigan varianti. Bularimizni ham hozirgi kunda komplektlarida mana shunday frezalargacha chiqadi. Reduktorlari katta varianti bo'ladi. Bularimizni hozirgi paytda narx-navolari 2 million 800 ming so'mdan boshlab 3 million 300 ming so'mgacha chiqadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kesalaring aytib o'tilayotgan narxlardan tushib, arzon narxlarda qilib beramiz. Bu turdagi mini kultivatsiya apparat emas, kattaroq varianti bo'lsin degan akalarimiz uchun bu tomonda mana 7-6 kuchli motobloklarimizni assortimentini olib kelib qo'yganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin, bu ko'rib turgan 7-6 kuchli motobloklarimiz ham hozirgi kunda har xil markali variantlari chiqib ketgan. E'tibor berishlaringiz mumkin, Esko, Belarus, germanskiy texnologiya, italyanskiy texnologiya. Bularda akalar hammasi Xitoy davlatida ishlab chiqariladi. Lekin motoblokda sifatiga qarab turib nom belgilanadi. Bu degani hozirgi kunda bu Esko modellarimiz yaponskiy texnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, bularimizni reduktorlarini 150, 250, 350, 450 talik markalari bor. Eng arzon variantlari atiga 3 million 300 ming so'm. Agarda sizga Belarus motobloklari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu Belarus motoblogimizni ko'pchilik obunachilarimiz biladi. Ko'p yillardan beri katta traktorlari va undan tashqari MTZ motobloklari ish berib kelyapti. Hamma turdagi texnika ishlariga, agatlarni olishda, plugda yer haydashda, aravalarni tortishda e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana agregatlari bilan qo'yib borganmiz. Hozir ularni ham tanishtirib o'tamiz. Bularni ham hozirgi paytda reduktorlari 550, 450, 350, 250, 150 talik har xil assortimenti bor. Bularimizni eng arzon variantini narxini 3 million 300 ming so'mdan boshlab mana shu turdagi reduktorlari katta variantlarini narx-navosi 3,5, 4 million, 4,5 million, 4 million 800 minggacha mana shu turdagi Belarus motobloklarni sotib olishlaringiz mumkin. Bular o'zining komplektda freza, dokument, ключ va sifati yaxshiroq 350 talikdan 550 talikgacha bo'lgan modellarga 3 oydan 1 yilgacha garantiya qilib beramiz akalar. Xo'p, bundan tashqari boshqa turdagi motobloklarimiz ham bor. Xohlaganlar uchun Euro motobloklari, xohlaganlar uchun Avangard motobloklari, xohlaganlar uchun Bizon motobloklari hammasidan bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Bu 7-6 kuchli motobloklarning ichida eng arzon modellarini 2 million 300 ming so'mdan qo'yib beramiz akalar. Bemalol kelib sotib olishlaringiz mumkin. Ayib nuqsoni yo'q akalar. Bu ham yangi mahsulot. Faqatgina bular akalar 90% Xitoyda o'zida sexda ishlab chiqariladigan mahsulot hisoblanadi. Boshqa turdagi zavodskoy, zavod tomonlama brendli narsalarga akalar garantiyalari ko'p berilishining sababi motobloklarni o'ziga Xitoy davlatining o'zidan 3 yildan 10 yilgacha garantiya bilan keladi motobloklar. Shuni hisobiga o'zimizdan beriladigan garantiyani 1 yildan 2 yilgacha garantiya qilib bera olamiz biz. Xo'p, bu motoblogimizni ham aytib o'tganimda ayib nuqsoni yo'q. Motoblogimiz mana shu holatda narxi 2 million 300 ming so'm. 7-6 kuchli motoblok, lekin boshqa turdagi motobloklardan reduktori kichikroq, 150 talik korobkali varianti hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari 3,5 million so'mlik Motakama motobloklarimiz bor akalar. Bundan ham ko'rib borishlaringiz mumkin.
bularni sifatini bilishni xohlasangiz, do'konimizga kelsangiz, hamma turdagi motobloklarimizni bir qator tanishtirib o'tamiz. Sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, narxini kelishtirib, arzonroq, yengilroq qilib beramiz. Xo'p, aytib o'tganimda 7-6 shunday motobloklarimiz ham har xil modeli bor, kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari bu tomonda mana o'tiradigan kasilkalarimiz. O'tiradigan kasilkalarimiz ham 7-6 kuchli, 170 motorli, benzinli modellaridan olib kelib qo'yganmiz. 1 metrli jatkalar bilan jihozlangan varianti, reduktorlari katta, 550 litalik korobkali varianti hisoblanadi. Yoqilg'i o'tiri benzinli bo'ladi, moy datchiklarigacha qo'yib o'tilgan bo'ladi va undan tashqari bu mini kultivator apparatlarimiz va mana shu turdagi o'tiradigan kasilkalarimizni 7-6 kuchli modellari hozirgi paytda benzin yoqilg'isida yuradiganlari 1,5 litr benzin rasxod qiladi. Xo'p, bularda 1 metrli va 90 santimetrli variantlari bor. Bularimizni hozirgi paytda narx-navolari atiga $500 dan boshlab keladi. $850 bu o't o'radigan kasetkalarimizni har xil assortimenti bor. Bularni sifatiga qarab turib, bundan ko'ra yaxshiroq modellardan olmoqchi bo'lsangiz, $1200 assortimenti bor. $950 ga mana shunday o't o'radigan kasetkalardan bizi do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Xohlaganlar uchun mini variantidan e'tibor beringlar. Ixchamgina o't o'radigan kasilkani motor ustanovka qilingan varianti, bog'larning ichidagi daraxtlarning orasini o'tlarni o'rish uchun mo'ljallangan varianti. Bularimizni hozirgi paytda eng arzon, kichikroq o't o'radigan kasilkani motorli variantlari 1,5 million so'mdan boshlab 4 million so'mgacha bu mini o't o'radigan kasilkalarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Bundan tashqari usulistali motobloklarimiz ham har xil assortimenti bor. 7-6 kuchli benzinli, 9-6 kuchli benzinli, salarkali hammasidan bizning do'konlarimizda sotuvda bor. Ularda hozirgi paytda qator oralarga yurib ishlashlik uchun juda ham qulay tanlov bo'ladi. Orqasiga agregatlarni qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Bularimizni hozirgi paytda $450 dan boshlab $900 gacha assortimenti bor. Ulardan ham kelib sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari motobloklarda komplekt holatda sotib olaman degan akalarimiz uchun komplekt holatida aravalari e'tibor berishlaringiz mumkin. Belarus motobloklarimizni balonlari shiroki, balonlari gidravlikali variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bularimizni narxlari 5,5 million so'mgacha chiqadi. Aytib o'tilgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Orqasida aravalarimiz esa hozirgi paytda o'zimizda yasalyapti. Bularning har xil razmerli varianti bor. Eng arzon variantlari 2 million so'mdan boshlab 3,5 million so'mgacha bu aravalarimizdan ham bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Mana shunday komplekt holatda olaman degan akalarimiz uchun komplektlarni 6,5 million so'mdan boshlab 8,5 million so'mgacha mana shunday komplekt holatda tayyorlab bera olamiz. Bundan tashqari 7-6 kuchli motobloklar uchun mana shunday freza ulangan varianti. Xohlaganlar uchun mana shunday temir g'ildirak va jo'yak oladigan ulangan varianti. Bundan tashqari mana shunday temir g'ildirakka kultivasi ulangan varianti va bitta vaqtda o'zida ikkitadan agatni orasini kultivatsiya qilishlik uchun 60-70 razmerlarga o'zgara oladigan kultivatsiyalarimiz va dori soladigan serka apparatlarimizdan ham komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Mana shunday komplekt holatida motobloklarimizni 3,5 million so'mdan boshlab 15 million so'mgacha komplekt holatda tayyorlab beramiz akalar. Bundan tashqari bu tomonda 7 ga 9 lik modeldagi motobloklarimiz e'tibor beringlar. 7 ga 9 modellarimiz va undan tashqari 9-6 kuchli, 13, 15, 17 kuchli hamma motobloklarimiz bor. Bularimizni hozirgi paytda 7 ga 9 lik modellarimizni narxini 4,5 million so'mdan qilib beryapmiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, korobkalari 9 tali, statorli, xohlaganlar uchun 5 stator varianti narxi 4,5 milliondan boshlab reduktorlarning katta kichikligiga qarab 6 million so'mgacha chiqadi. Bundan tashqari bu tomonda 15-6 kuchli motobloklarimiz, xohlaganlar uchun 9-6 kuchli motobloklarimiz. Bularimizni narx-navolari 15-6 kuchli variantlarini hozirgi paytda reduktorlari 550, 450 va undan tashqari 600, 750 talik korobkali variantlari sotuvda bor. Bularimizni eng arzon variantlarining narxini 5,5 million so'mdan boshlab
8,5 million so'mgacha 15-6 kishilik motobloklarimiz bor. Va undan tashqari bu 9-6 kishilik motobloklarimizni ham narxini aytib o'tib ketamiz. Mana shunday rollar gidravlikali varianti, motorlari 177 motorli varianti. Va qo'lga benzinli, salarkali hammasidan bor bulardan ham. Bularimizni eng arzon variantlarini narxini atiga 5 million so'mdan boshlab 7,5 million so'mgacha 9-6 kishilik motobloklardan ham sotib olishlaringiz mumkin. Va xohlaganlar uchun farali, starter kalit yuradigan 15-6 kishilik motobloklarimiz ham bor. Bularimizni hozirgi paytda komplektga freza, dokument to'lish garantiyalari bilan eng arzon modellarini 6,5 million so'mdan boshlab 8,5 million so'mgacha har xil turdagi assortimenti bor. Xohlaganlar uchun salarkali motobloklarimiz. Bu salarkali motobloklarimizni 15-6 kishilik varianti, xohlaganlar uchun 17-6 kishilik variantlaridan ham sotuvda bor. Bularimizni hozirgi paytda o'zini komplektiga freza, dokument kulish va garantiyalari bilan narxini 8 million 300 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bu 17-6 kishilik satelitli motobloklarimizni olib kelib qo'yganmiz. O'ng tomoni tushgani bo'lsangiz o'ngga, chap tomoni tushgani bo'lsangiz chap tomonga yengil burila oladigan satelitli motobloklarimiz. Bu motobloklarimiz farali, starterli 192 motorli bo'ladi. Komplektiga freza, dokument kulish va 1 yildan garantiyalari bilan narxlari eng arzon modellari. Bularda 3 xil modeli bor. 450, 550, 650 talik korobkaligi bor. Eng arzon modellarini 7 million so'mdan boshlab 9,5 million so'mgacha bu 17-6 kishilik motobloklarni bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni tanishtirib o'tdik. Mana shu turdagi texnikalar, motobloklar va undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin. Bizning do'konimizda boshqa turdagi texnikalarimiz bilan sotuvda bor. Bu tomonda gravitalarning har xil assortimenti bor ekan. Universalli deysizmi, jodu gravitalar deysizmi, samodelni hammasidan bor. Gravitalarimizni eng arzon modellari 1 million 800 ming so'mdan boshlab 5 million so'mgacha gravitalarimiz bor. Bundan tashqari bu tomonda mana o'tiradigan kasilkalarimiz, armaburlarimiz va barcha turdagi agregatlarimiz, urug'ga kelgan selka apparatlarimiz hammasidan bizning do'konimizda sotuvda bor. O'tiradigan kasilkalarimizni ham aytib o'tamiz. 450 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha o'tiradigan kasilkalarimizdan sotuvda bor. Xo'p, undan tashqari bizning do'konimizda mana bu sulistali motobloklarimizni e'tibor beringlar, har xil ikkita sepli, bitta sepli hamma assortimentidan bor. Bularning komplektdan chiqadigan agregatlarga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Agregatlarning hamma turidan bor, pluglar, temir balonlar, chizellar deysizmi, frezalar hammasidan sotuvda bor. Mana shu joyda ko'rib turgan motobloklardan tashqari bu tomonda aravalarimiz ham aytib o'tganimdek katta kichikligi sifatiga qarab, listlarni qalinligiga qarab, balonlarning katta kichikligiga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. Eng kichik variantlarni aytib o'tganimdek 2 million so'mdan boshlab 3,5 million so'mgacha razmerni katta kichikligiga qarab narxi o'zgarishi mumkin. Undan tashqari bizning do'konimizda boshqa turdagi instrumentlarimizdan ham sotuvda bor. E'tibor berishlaringiz mumkin. Instrumentlarning har xilcha modeli bor. Bu tomonda mana arralarimiz, suv nasoslarimiz, va undan tashqari motobloklar uchun, barcha turdagi texnikalar uchun zapchastlarimiz, balonlarimiz, dvijok, dori apparatlar, undan tashqari mana shu turdagi dori apparatlarimiz, suv nasoslarimiz hammasidan bizning do'konimizda bor. Bizning do'konimizdan kelib motoblok sotib olganingiz uchun sizga mana shunday bonuslarimiz ham bor. Bu bonuslarni mana shu holatda barabarni aylantiradigan bo'lsangiz, nimaki sovg'a tushishidan qat'iy nazar motoblok sotib olganingiz uchun bonus tariqasida tekinga qo'shib beramiz. Faqatgina videolarga like bosib, kommentariyaga omad so'zini yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar akalar. Xo'p, qo'ldan kelgancha ma'lumot tanishtirib o'tdik akalar. Yana nimalar qiziq bo'ladi? Mana shu do'konimiz haqida ham video obzor qilib chiqaraylikmi? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Har bitta texnikalarimizni bularni ham narxlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz va tashqarida ko'rganlaringizdek qaysi texnikalar yana qiziqroq bo'ladi sizlar uchun kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qaysi motobloklarning narxlarini sizlarga tushirib va ishlash jarayonlarini qo'yib ko'rsatib beraylik. O'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.
Bizim manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Video foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Yangi videolarda ko'rishguncha.